Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Butun dunyodagi axborot makonini larzaga soluvchi xabarlar tarqalmoqda. Biz bir vaqtning o'zida ikki xil voqelikni kuzatmoqdamiz. Biri rasmiy manbalar, ikkinchisi ijtimoiy tarmoqlar va ularda tarqalayotgan dahshatli gumonlar. Ijtimoiy tarmoqlarda Benyamin Netanyahu va uning rafiqasi vafot etgani haqidagi xabarlar yong'in kabi tarqaldi. Nima asosda? Uning so'nggi video murojaatidagi bahsli tafsilot, qo'lida 6 ta barmoq ko'rinishi. Bu oddiy texnik xatolikmi yoki ongli ravishda yaratilgan sun'iy intellekt mahsulimi? Agar buni AI yaratgan bo'lsa, keyingi savol tug'iladi. Nima uchun? Men sizlarga har bir musulmon jurnalisti kabi haqiqatning tomiriga yetishga intilaman. Keling, avvalo xotirjamlikka hammasini ko'rib chiqamiz. Birinchidan, biz ko'rayotgan 6 barmoqli video bu asossiz dalil. Zamonaviy texnologiyalar, ayniqsa deepfake darajasidagi AI har qanday tasvirni buzishi mumkin. Ammo bu yerda muhim jihat bor. Bu birinchi marta bo'layotgan voqea emas. Isroil bosh vazirining oldingi ko'plab videolari ham AI texnologiyalari yordamida tayyorlangan. Bu ular uchun yangilik emas, balki tashviqotning bir qismiga aylangan. Balki bu oddiy montaj xatoligidir. Balki bu raqiblar tomonidan tarqatilgan psixologik hujumdir. Endi eng asosiy savolga o'taylik. U tirikmi yoki o'lganmi? Bu savolga javob berish uchun men ikki manbaga murojaat qilaman. Birinchi, rasmiy nashrlar. Hozirgi kunga qadar Reuters, AP yoki Al Jazeera kabi xalqaro ishonchli manbalarning birortasi bu ma'lumotni tasdiqlamadi. Agar bu darajadagi siyosatchi vafot etsa, butun dunyo magnatlari bu haqda yozardi. Sukut bu hayotning belgisi. Ikkinchi, mantiq. Agar Netanyahu yaralangan yoki Isroildan chiqib ketgan bo'lsa, bu haqda Isroil razvedkasi yoki opozitsiyasidan birinchi bo'lib biz eshitgan bo'lardik. Azizlar, bu vaziyatda bizga bitta narsa kerak: sabr va ishonchli manba. Biz musulmon xalqi sifatida haqiqatni izlashga buyurilganmiz. Bugun bizni chalg'itmoqchi bo'lgan kuchlar bor. Ular oraga fitna solib, musulmon jamoatchiligini noo'rin xabarlar bilan ovora qilishni istaydi. Biz esa faqat tasdiqlangan ma'lumotlarga tayanamiz. Xulosa, katta ehtimol bilan Benyamin Netanyahu tirik. Bu video texnik xatolik yoki ataylab yaratilgan chalg'itish vositasi. Biz voqelikni saqlab qolishimiz va vaziyatni kuzatishda davom etishimiz kerak.